Assalomu alaykum hammaga. Nexia'miz bitti. Xo'p, bunga qilingan ishlarni aytib ketadigan bo'lsak. Xo'p, motor strelka подушка ketib qolgan ekan. Motor cho'kib ketgan. Cho'kib ketgandan keyin ovoz chiqyapti deyishgandi. Dinam o'sha joyga tegib turgan edi. Motor подушкасini, strelka подушкani yangilab berdik. Dinamning ovoz chiqishi yo'qoldi. Скоростной датчикda shtekeri perdelga boshqa shtekер qo'yib tashlashgan ekan. U narsani remont qilib, premyo qilib ulandi, payga qilib sho'radachga ketgan ekan. Bu narsa qo'yildi. Обратка klapan ishlamay turgan ekan. Обратка klapani qo'yildi. 3.5 davleniya ushlab turibdi. Benzinasos 3.5 zo'rg'a berib turgan ekan. 5 beradigan boshqa benzinasos qo'yildi. Dachikni egalari o'zlari qo'yishgan ekan. 5 ta benzin ketdi. Xo'p, mashinamiz to'laqonli bitdi. Mashinani o'tatchi. Mashinani o'tashi yaxshi. Xo'p. Temperatura vozdухga kilon qo'yganmiz. Temperatura vozdux 57. Как bitta havoni issiq deb berib turibdi. Temperatura sovuq hali 59. Endi qizyapti. Оборотimiz sekin tushadi. Xo'p, davleniya va выпускным kollektori maddachi yaxshi beryapti. Yaxshisidan qo'yishgan ekan. Xudo xolasa ancha ekonom bo'ladi. Keyingi narsasi datchik kislorodni imkon qadar tushirib berdik. Xolasa egalariga ограничение qo'yib berishimiz mumkin. Ограничениесі yo'q. Hozir tortishlarni ham bitta tekshirib ko'ramiz. Оборотлari joyiga keldi. Hamma yaxshi ishlayapti. Xo'p, скоростной датчигini, скорость avtomobili, скоростной датчигini remont qilganmiz o'zinigina. Qani ko'tarchi bitta tekshiramiz hozir. Turgan joyida. Tezligini ham o'lchaydim, yo'qmi ko'ramiz. Bu narsasini ishlatib berdik. O'zinikini ochib remont qilindi. Ikkiga urib sekin nuqtani qo'yarchi. Bu narsani foydali tarafi оборот birdaniga xalos to'qiganda tushmaydi. Keyingi nimasi talchoq bermaydi. Xo'p, balonimiz aynaldi. Tezligimiz sanayapti ana. 16 tezlikda. 16-19 tezlikda yuribdi. 19. Sekin gaz bosamiz. Qirq tezlikka chiqdi. Xudo xolasa tezligini ham ko'ryapti. Ashifkalari qolmadi. Muammolari qolmadi, xudo xolasa. Datchik kislorodni ozgina ko'paytirib beramiz. Bu silishkim tushirib yuborilgan, просто tak mingani xolos. Hozirgi paytda kamida 400-470 atrofiga qo'yib bersak ham bo'ladi. Xalasto'qi. Xalasto'qildingmi? Rangrat tushirib. Bağlanması bo'ldi. Bir minut ko'ramiz endi.
go'shti tezlik. Скоростной datchiklarni o'zlariga ishlatib berdik. Injektorlar yaxshi, benzin nasoslari almashdi, xudo xohlasa idealni bitdi. Torchlar yaxshi. Agar klapanida ozgina muammo bor ekan, uni klapanni almashtirsa, yana ham ekonom qiladi. Endi hozir brendda nimaga tushib ko'ramiz. Qiynalmasdan tezlikni ko'taradimi, yo'qmi? Hozir brendda bexavotirroq yo'lga o'tamiz. Motor подушкасini ham turlaganmiz. Motor osilyotib kelganda. Tortish o'ta zo'r. Qiynalmasdan yuribdi. Mashina bug'ilgani yo'q. Kishot qisilgan holatiga. Yengil yuzga chiqyapti. Qisilgan holatiga. Nexalar endi undan arg'i mumkin emas. Tormoz ushlamaydi. Chanadaqa ketadi. Xudo xohlasa bitta. Bittada spitani ochib ketamiz. Xudo xohlasa bitta egasiga topshiramiz. O'ta darajada zo'r. Chatoq bo'lgan bilan holati, hadoylari chatoq bo'lgan bilan motorning dinamikasi o'ta darajada kuchli. Tortishi zo'r, idealni. Suv harorati, malyaboroti 92 ga i92 ga moslangan zajganalar hamma yo'g'i idealni darabotka qilingan. Bu darabotkani o'zimiz qilamiz. Chiptuning bor o'zimizda. Xudo xohlasa o'ta darajada idealni chiqdi. Ajitdan ham bir qo'zg'alishni ko'ramiz. Tezlikka taxometrga bir qaratib qo'yasan. Yurib ketib turganda tortchani bir ko'raversan. Sport, Eco Sport yozilgan данный momentda. Rashibga o'ta darajada zo'r chiqdi. Egasiga endi topshiramiz. Xudo xohlasa mashina bitdi. Bizni afishamiz avtoelektrik 1224. Ko'pchilik so'rashadi. Manzil qayerda? Farg'ona viloyati Rishton tumani. Mol bozor u yoqda, mol bozorda ozgina to'da tarafga yurganda o'ng qo'lda avtoelektrik 1224 mana shu afisha chiqadi. G'ulom ota choyxonasi to'g'risida. Ishlarimiz shu. Bemalol xizmat bo'lsa aloqaga chiqib kelaverasizlar.